Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga seshanba 2026-yil 23-iyun. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Bugungi Xudo xolasa ekrani novvoscha, qolgani hammasi xunojin. 9 ta 10 ta xunojinni video obzorini qilib beramiz. Hozir shularni narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Yedi ishli sog'liklari hammasi sinovdan o'tyapti. Mana Xudo xolasa. Shu bugun kelgan bular. O'zimizning vodiyda mollari. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlaring mumkin. Bu tomondagilar hammasi xunojin. Kamchiliklari yo'q, yedishtilari zo'r Xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hozir batafsil narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Sigir qilib oladigan odam bo'lsa, mana shu mol tavsiya qilaman. Yedishtilari ham zo'r, toza shvet. Narxi keladigan bo'lsak 14.300.000 so'mga dastlabkilari bilan qilib beramiz. Bo'ylari 1.10 chiqadi. O'lchamda buni bo'yi. Yedishtilari ham zo'r. Mana bu to'talasi bo'ylari 1 plyusga olaverasizlar, 1 metrga olaveringlar. Hammasi zo'r, aqoldi kelishgan, kamchiliklari yo'q. 11.300.000 so'mdan dastlabkilari bilan qilib beramiz. Hurmatli obunachilar. 7 ishda hammasi sog'lig'i sinovdan o'tgan bular. Kamchiliklari yo'q. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin. Bitta osolaring ham, ikkita osolaring ham, 5 ta osolaring ham. Bo'ylari 1.5 chiqadi mana shu olaxunojinimizda. Sinovdan o'tdi Xudo xolasa. Narxi keladigan bo'lsa 11.700.000 so'mga dastlabkasi bilan qilib beramiz. 11.700.000 so'm. Puli yengil variantidan so'raganlarga mana shu xunojinimizni tavsiya qilamiz. Puliga keladigan bo'lsak 9.600.000 so'm qilib beramiz. Shvet xunojinimiz bu ham toza narsa, bo'ylari 90 cm atrofida. Qiziqqanlarga 10.300.000 so'mga qilib beramiz. Qoldi kelishgan toza vajimiz. Mana bu ikkita novvoschamiz mana. Xolasa bu ham zo'r kelishgan. Bo'ylari 95 atrofida chiqadi, toza vajlar. O'n 13.300.000 so'mdan dastlabkilari bilan qilib beramiz. Jupini olaman degan odamga. Mana shuni olishni tavsiya qilamiz. Olaxunojinimiz bo'ylari 1 plyus chiqadi. 11.700.000 so'm. Qoldi kelishgan toza vaj. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. 11.700.000 so'm. Mana bu shvetchamiz mana. Gibrid xunojin. Shox hali chiqqan yo'q. Orqasi ham pachka narsa. Hamma yo'g'i kelishgan, kamchiligi yo'q. 12.800.000 so'mga dastlabkilari bilan qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi.
yaxshi kunlarda uchrashlik sizu bizlarga nasib bo'lsin. Xonadonlaringga, qilayotgan ishlaringga, chorvalaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, mana shunaqa hunojim baqaman, novosha baqaman deydigan do'st birodarlarga hadlisa qilishni unutmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.